Çıktı öyle. Aleyküm yurttaşlar, Xorazm Argon obunaçıları yine bugün dengiz boyundan yığılan sebebi birinci partiyada gelgen yigitlerimiz bilen so'nggi gelgen partiyadagi yigitlerimiz bilen yig'nadim. Özlerinin taassurotlari, ishi, necha so'm oylik olib turganlarini o'zlari aytib o'tadi. Bunyodbek, qachondan beri ishlayapsan? Assalomu alaykum obunachilar. Men 2,5-3 yilga ketdi. Taassurotlari zo'r, ish hammasi yaxshi, oyliklar ham gap yo'q. Baxtiyor, çay verir misiniz abicim? Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Yana ko'rib turganlaringizdek geldik, xudo xolasa olmasa shu Turkiyaning Mersin shahrina. Birinchi intervyularimizda ham aytib o'tdik. Hujjatlarimizni doğrulattıkmiz, ketyapmiz deb geldik. Yeğenimizden o'zlari kutib olib, hamma narsani sharoitlarni yaratib berdilar. Sharoitlari zo'r, gap yo'q. Yatadigan yerlarimiz ham gastitsadamiz. Hamma sharoitlari bor, xonalarda холодильник, televizor, novi kerak bo'lsa, hamma imkoniyatlar yaratilgan. İş ham bordik, proyekt ham ko'rdik, joylashdik. Aparatlarımız, formalarımızdan berdiler. Hammasini toza narsadan berib tutdi. Formalarımız ham toza, aparatlarımız ham toza aparatlar, hammasi. Xullas, sharoitlar kutganimizdan ham yaxshi. Xudo xolasa endi donimda hammasi o'zlarimizning qo'llarimizda ishlab, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Hammangizga tavsiya etamiz, shu kelib borib o'qishda o'rgansangizlar hammasi yaxshi bo'ladi. Yana Jasur ham, Sardor ham hammasi qo'llab-quvvatlab yordam berib turibdi. Jasur ham yana bizlar uchun shular borib qiynalmasinlar deb o'zi bizlar uchun kelib ustimizda durib bosh bo'lib hamma yo'l yo'riqlarini o'rgatib turibdi. Jasur ham katta rahmat aytamiz. Oxirgi kelgan yigitlarimiz İzzetbek bu Qozog'istondan ishlab keldi yigitimiz, O'zbekistondan ishladik. İzzetbek nechta taassurotlar? Assalomu alaykum. Hammasi zo'r, ish, ata-tura hammasi yaxshi. Ben yigitlerimiz hali aylık almadı, bir ay oldu gelene. Şimdi bir de Mahmut var, Cahan var, Xalıspek var, Xushnut var, Murat var, Sherzodbek var. Şu yigitler hammasi o'zlarimizni o'quv markazimizda tayyorlagan, o'rgatgan yigitlarimiz. Eğer de kimde kim Xorazm Argon'a borib o'qiyman deydigan yigitlar bo'lsa, bemalol murojaat etishlari mumkin. Bir de ko'pchilik 200 yaqin shogirdimiz ishlaydi Turkiyaning o'zida. Kelishlaringiz mumkin. Eğer tayyor kadrlar bo'lsa ham, yana tayyor kadrlar ham yuborish imkoniyatlarimiz bor. Kutamiz, murojaat etinglar. Xorazm Argon zo'r.